ey Allohning rasuli, toshbo'ron qilindingiz, och qoldingiz, uyingizdan quvg'in qilindingiz, ummatingiz uchun kechalari yig'ladingiz. Siz sababli mana shu xabar menga yetib keldi. Shu sabab men ham sizni yaxshi ko'raman. Mol-mulkimdan ham, bolalarimdan, hatto o'z nafsimdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Xuddi onamiz Xadija kabi u zotni sevish, sog'inish, qaniydi sizni bir marta ko'rsam, yoningizda o'tirsam va barcha dardlarimni sizga aytib bersam edi, deyish demakdir. U zotni yaxshi ko'rish har bir qadamingizda, har bir ishingizda o'zingizdan agar Rasululloh meni hozir ko'rsalar tabassum qilarmidilar deb so'rash demakdir. U kishini yaxshi ko'rishning eng katta isboti bu uning sunnatiga amal qilib, u zotning tashvishini o'z tashvishimizga aylantirishdir. Chunki u zotning sunnati, muborak yo'li oxir zamonda adashgan insoniyat uchun o'zgarmas kompas bo'lib kelgan. Rasulullohni sevish hayotingizni uning sunnatlari bilan bezash demakdir. Bilingki, Allohning roziligiga olib boradigan yagona yo'l bu uning rasuli izidan yurishdir. Endi navbat sizniki. Xadija onamizning eng katta jasorati Rasulullohga ergashish va boshqalar ikkilanib turganda birinchi qadamni qo'yish edi. Bugun bu ayolning jasoratini ko'rib qalbingizda mening birinchi qadamim nima bo'ladi degan savol bo'lishi kerak. Balki birinchi qadamingiz hijobingiz bo'lar. Bu oyna oldida turib o'zingizga bu safar albatta qilaman deb Robbingizga bergan va'dangizni bajarishdir. Balki birinchi qadamingiz namozingizdir. Bu yelkangizda xuddi og'ir yuk kabi turgan edi. Ammo peshonangiz yerga tegishi bilan hamma yoq jim bo'lib qoladi. O'sha sukunat davomida sajda paytida nihoyat yuk deb o'ylagan namozingiz aslida sizni ushlab turgan yagona ustun ekanligini anglaysiz. Bilaman, birinchi qadamni tashlash oson emas. Ichki ovozingiz endi kech deydi. Juda ko'p xato qilgansan. Alloh seni qabul qiladi deb o'ylaysanmi? Avval ham shunday qilib tashlab qo'ygansan. Ammo shuni bilingki, Robbingiz necha marta tashlab qo'yganingizga emas, balki uning eshigi oldiga qanday qalb bilan kelganingizga qaraydi. Men qaytdim desangiz, Alloh hech qachon shu paytgacha qayerda eding demaydi. Robbimiz nima deganini unutmang. Agar bandam menga yursa, men unga qarab yuguraman. Endi birinchi qadamni qo'ying. Qo'rqmang. Chunki Alloh o'ziga ishonganlarni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Xadijaning qissasi shu yerda tugaydi, ammo safarimiz davom etadi. Inshaalloh keyingi qismda muborak